Oy qiz, bir aylantirib kelingmi? Taksi kerak emasmi? Voy doda, uyalmaysizmi? Qizingiz tengi odamga gap otgani. Voy men nima dedim? Qizim taksi kerak emasmi dedim, noto'g'ri tushunmayman. Va keldik. Ay yo, bugun ishlarim ko'p. Bugun oilaviy kun. Amaki, assalomu alaykum. Yosh oilamiz sizlardingmi? Qanaqa yosh oila? 2 yildan beri xotinimiz bizni. Bitta o'g'limiz ham bor. Shu 2 yil davomida mehribonim menga 3 xonali uy berdilar. Chet elga olib chiqib keldi. Meni ham bitta to'ng'iz bolam bor. Safar yuradi. Safar. Ota-onasi ochmi, to'qmi? Xabari yo'q. Rolton yeb yuramiz, rolton. Rolton nima u? Roltonni bilmaysizmi? Yo'q. Sizlar nima yedinglar? Bugun mehribonim menga sushi olib berdilar. Kechqurun o'z qo'llarini o'ynatib shashlik qilib beryaptilar. Oyim ham kelyaptilar. Adres kelminglarmi? Adam o'tib ketganlariga 5 yil bo'ldi. Yaxshi ish bo'lmabdi. Ana keldik. Yuroqqa. Samay qara. Tepaga chiqib turavergan, men hoshina pulni berib chiqaman, xo'pmi? Hadi. 42 ming bo'ldi pulni ber. Mana, hadi. Hali bunga men rolton bilan buxanka olaman. Hadi, to'g'richini erkakchilikda. Uni buni qo'y. Shashlikni ichida qolsam bolam. Мы все дальше живем.